Yangiobod tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Komil Sendarov, tergovchi. Surgundagi sarguzashtlar. Detektiv qissa. Komil Sendarovning O'zbek detektivi seriyasidagi kitoblari bugun o'z o'quvchisiga ega turkum asarlari sirasiga kirib ulgurdi. Yozuvchining soha vakili ekanligi aksariyat kitobxonlarga ayon. Bilmaganlar esa asar mutolaasidayoq muallifning sohasini yaxshi bilishini anglaydi. Bu jihatni ta'kidlashimizning sababi aynan shu nuqtai muallif asarlarining muvaffaqiyat garovidir. Yozuvchi qalamga olgan jinoyat turi davr uchun ahamiyatsiz mavzu emas. Ikkinchidan, ijtimoiy voqelik qayta takrorlanmasligi uchun mohiyat oshkor qilish va uni bir asrori bilan ko'rsatish so'zsiz qo'l siltab qo'yadigan mavzu emas. Navbatdagi mazkur 10-kitob ham muallif avvalgi qahramonlar ishtirokini ta'minlagan. Faqat jinoyat turining boshqaligi, rakurs o'zgarganligi yozuvchining xulosasi. Ish jarayonlari sabab tergovchi surgunga uchraydi, ammo malakali xodim ish ham, joy ham tanlamaydi. Surgunda ro'baro bo'lgan murakkabliklarga o'z salohiyati-yu sinchkovligi bilan yechim topadi. Fosh etilmaydigan jinoyat bo'lmaydi. Chunki jinoyatchi har qancha ustamon bo'lsa-da albatta bitta xato qiladi va iz qoldiradi. Tergovchi Rahmonovning kasbiy shiori qanchalik haq va hayotiy ekanligini mutolaa yakunida bilib olasiz. Darvoqe, tergovchi degan umumiy nom ostida nashrga tayyorlagan mazkur detektiv seriya yozuvchisi ijodining 10 kitobini o'z ichiga oladi. Hurmatli kitobxon, aziz muxlislarim, mana navbatdagi 10-kitobimni sizlarga tortiq qilyapman. So'nggi paytlarda keyingi kitobingiz qachon chiqadi deb so'rovchi muxlislarim soni ko'payib qoldi. Men ularga hazillashib, hoy baraka topkurlar, kitob yozish oson ish emas, 9 kitobim bor, qolganlarini topib o'qib turinglar desam, ular 9-sini ham allaqachon o'qib chiqqanmiz, 10-sini kutyapmiz deb qolishadi. Shunday muxlislarim borligidan faxrlanib ketaman. Ko'nglim tog'dek ko'tariladi. Boshqa tomondan ularning qistovi menga cheksiz ilhom baxsh etadi. Surgundagi sarguzashtlar, tergovchi seriyasidagi nashr etilgan qimmatga tushgan xato yoki qasoskor qalb isyoni, Temuriylar kutubxonasining siri, kechikkan qasos, amirlikning oltin taxti izidan, tungi qotillik, o'g'irlangan bolalik, dorixonadagi qotillik, So'poqsoydagi sirli qotillik, Qadr kechasidagi qotillik kabi detektiv qissalarimizning mantiqiy davomidir. Bu asar ham prokuratura tergovchilari va izquvarlarning Navoiy viloyatida sodir etilgan qotillik jinoyatlarini fosh etishdagi mahorati qalamga olingan.